Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Alo. Assalomu alaykum. Irodaxon opajonimiz bilan to'g'ri bog'landikmi? To'g'ri bog'landingiz. Opajonim salomatmisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Opajonim, ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling opajonim. Shu munosabat bilan yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli dil izhorlari va tabriknomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, kimlar sizga dil izhorlari yo'llaganlarini? Mana bunaqa surprizlarni faqat bitta singlim bor, shundan kutishim mumkin. Balki boshqa yaqinlarim ham bo'lishi mumkin, bilmadim. Albatta, ular ham tabriknomalarga qo'shilganlar, lekin asosiy tabrikchi inson sizning eng yaqin do'stingiz, yaqin insoningiz, juda ham qalbga yaqin insoningiz. Kammikan Shahzod? Ular ham tabriklarga qo'shilganlar, lekin sizni ko'p qiynamayman. Sizni tabriklab barcha yaqinlaringiz nomidan ukajoningiz Bahodir aka, Shahzodbek aka nomlaridan, kelinlaringiz Maftunaxon opa nomlaridan, umr yo'ldoshingiz Azizbek aka, farzandlaringiz Ibrohim, Kamron, Kamolaxon, Mustafa nomlaridan va barcha yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, qadrdonlaringiz nomlaridan o'z dil izhorlari va tabriknomalarini yo'llab, onajoningiz Gulbahorxon onamiz bizga murojaat qilganlar va ushbu dil izhorlarini sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz, tayyor bo'lsangiz o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Xo'p, bo'ladi. Unda o'qib eshittirishni boshlayman. Salom qizalog'im. Sizni tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz, muborak 37 bahoringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qizim, bugun 37 yoshni qarshi olar ekansiz. Ko'z o'ngimdan yoshligingiz, ilk qadamlaringiz, ilk bora onajon deb aytgan gaplaringiz u sho'xliklaringiz ko'z o'ngimdan birma-bir o'tmoqda. Kechagidek yodimda, jajji qo'lchalaringiz bilan yuzlarimni silab, onajon deb quchoqlab, qayerda ko'rsangiz onajon deb bag'rimga otilar edingiz. Doim ortimdan ergashib, qayoqqa borsam izimdan qolmas edingiz. Bugun esa ulg'ayib, shirindan shakar farzandlarning onasisiz. Qizim, 100 yoshga kirsangiz ham men uchun har doim o'sha jajji, oq ko'ngil, samimiy qiz bo'lib qolasiz. Sizni juda ham sog'indim. Musofirlarda qiynalmay yuribsizmi? Allohim panohida bo'ling qizalog'im. Sizni Allohim yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin Allohim. Nimaki yaxshi niyatlaringiz, ezgu orzularingiz bo'lsa, barchasiga yetishib yuring. Allohim sizni har ikki dunyo saodati bilan mukofotlasin. Oilangizdan tinchlik, xotirjamlik, dasturxoningizdan qut baraka arimasin. Farzandlaringizni kamolini yoringiz bilan birgalikda rohatlarda ko'rib yurishliklarini Allohim nasib aylasin. Va Allohim tez kunlarda baytlariga chaqirsin, birgalashib hojonalar bo'lib yurishliklarini Allohim nasib aylasin. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Hech ham xasta bo'lmang. Qizim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Gul yuzidan quvonch taralgan, go'zal yuzi guldan yaralgan. Ushbu she'rim sizga atalgan. Tavallud kun muborak qizim. Baxtdan kulib tursin yuzingiz, yosh ko'rmasin qaro ko'zingiz. Sog'u omon bo'ling o'zingiz. Tavallud kun muborak qizim. Azizimsiz, mehribonimsiz, qiyomatli qadrdonimsiz. Men ishongan chin insonimsiz. Tavallud kun muborak qizim. Yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Musofirlarda yuribsiz, doimo Allohning panohida bo'ling. Allohning o'zi sizni asrasin. Orzu va maqsadlaringizga yetishtirsin Allohim.
sizni juda ham yaxshi ko'raman deya onajoningiz sizni yaxshi ko'rishlarini takror va takror aytib, o'z dil izhorlarini yakunlaganlar. Sizning ham Gulbahorxon onamizga aytmoqchi bo'lgan dil izhorlaringiz, gaplaringiz bo'lsa, yaqinlaringizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat opajonim, aytib olish imkoniyatingiz bor. Baxtimga hammalari sog' bo'lsin. Onajonim ham sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin doim. Inshaalloh, inshaalloh aytganingiz kelsin. Sizning baxtingizga onajoningizning baxtiga siz doimo sog' salomat bo'linglar. Rahmat sizga ham kattakon tabriklar uchun. Opajonim, sizga ham kattakon rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamay biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun alohida rahmat. Qisqa muddat ichida qalbingizga quvonch, ko'zlaringizga quvonch ko'z yoshlari, yuzlaringizga tabassum ulasha olgan bo'lsak, biz bundan benihoyat mamnunmiz opajonim. Sog' va salomat bo'ling, tavallud topgan kuningiz yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling opajonim, kuningiz yaxshi o'tsin.